Do'stlar, bugungi obzorimizni Bebenur boshqacha qilib beradi, chunki u ham umuman boshqacha. Hozir Instagramga o'zi bitta oldi, Reels uchun. Qanday uycha? Uy men uchun juda ham zo'r. Nimaga? Chunki yosh oilalar uchun, mehmonni kutib olishni yoqtirmaydiganlar uchun yaxshi variant ekan. Nima uchun yosh oila uchun? Yosh oila, ya'ni yosh kelin kuyov boshda qanday mehmon do'stlarsiz o'zlari bir-birini tushunib olishlari uchun vaqt kerak bo'ladi-ku. Mana shu aynan o'sha yoshlar uchun ekanda. Juda ham zo'r variant. Ya'ni baxtli hayot kechirish uchun ajoyib maskan bo'la oladi. Shunaqa, xuddi shunday. tomosha Ayniqsa qilamiz. egoistlar uchun zo'r variant ekan. Ya bu nafaqat yoshlar, yosh kattalarga ham to'g'ri keladigan Xuddi variant. shunday. Siz bolalaringizdan bezoringiz chiqqan bo'lsa, endi yoshingiz katta bo'lib turib, o'zim dam olaman, o'zim uchun yashayman desangiz ham, onaxon, otaxonlar uchun ham zo'r variant ekan, to'g'risi. Sovg'a qilishga vaqt ajoyib. Ha. Boshlaymiz. Xo'p, kiraverish eshigimizdan mana shunday bizlarda prixoshka qismimiz, prixoshkada bunday mebel qo'yibdilar, obuvnoylargacha qo'yilgan, juda ham yaxshi. Necha kvadrat metr uyimiz? 46 kvadrat bo'lyapti. 46 kvadrat yaxshi variant, studiya variantga, 2 xonali studiya bo'lyapti. И bizlarda prixoshkadan o'tganimizda mana bunday sanuzel qismi. Umumiy sanuzel, dushavaya, hojatxona, общий. Yaxshi ranglar tanlagan bu uyimiz uchun mana bu yerda zal qismimiz. Zal qismimizda mexki mebel qo'yilgan, stol qo'yilgan, konditsioner, pardaga ham ahamiyat bering. Juda ham nafis ranglar tanlangan. Ranglar juda ajoyib tanlangan. Bir-biriga men shunaqa молочный rang juda ham yaxshi ko'raman. Chunki nima desam ekan, oq rangli odamlar uchun ham, nima deydi, to'q rangli odamlar uchun ham bir xil yaxshi ketadi-da, chiroyli ko'rinadigan rang. Bag'ishlaydi. Shunaqa. Televizorgacha qo'yilibdi. Xo'p, mana bunday 10 qismimizga kirganimizda mana shunaqa spalnya bo'lyapti. Spalnya ham yaxshigina ekan, hamma qulayliklari qo'yilgan. Shkafi bor, pardalari ilingan, lyustrasi ham chiroyli ekan. Bu uyni pardasiga ham ahamiyat bering. Noodatiy, rangi ham chiroyli tanlangan. Shunday spalyadan o'tamiz. Bu yerda yana shu studiya joyimiz. Studiya joyimizga ham ahamiyat bersangiz, unaqa kichkina emas. Bemalol, televizor ko'rib Eng ovqatlanib. muhimi mana bunaqa issiq havoda konditsioner ishlab tursa, jonda huzuri deydi-ku. Xo'p, keyingi joyimiz bu kuxnya qismi. Kuxnyada stirayka qo'yilgan, kuxnya garniturlar, moyka qismi, gaz plita, vichkalargacha bor. Oshxona juda ham zo'r ko'rinyapti, lekin biroz tor emasmi? Tor, lekin bunda Mana ayol sifatida bu yerda ovqat pishirish qulaymi yo'qmi? Ko'rsatingchi, ko'rib. Qarang, masalan, siz birinchi xolodilnikni ayting, xolodilnik yo'q ekan, xolodilnik qo'yib olsangiz, xolodilnikdan masalliqlarni olasiz, yuvasiz, archiysiz, to'g'riysiz, ovqatga solasiz. Unchalik ham tor emas, qiyin Pishirib emas. kuydirish uchun joy yetarli. Yetadi. Yeyishga mana zalga chiqib Yeyishga endi marhamat, zal qismi bor. Zal qismida bemalol kuxnyadan uncha uzoq emas. Просто накрывать qilasiz, o'tirasiz, yeysiz. Muhimi nima deydi, ishdan charchab kelganingizda televizorda qo'yib dam olsangiz yaxshigina joy ekan. Lekin ikkala yosh uchun ajoyib joy ekan. Juda ham. Menga ma'qul kelgani shu. Qayerda bo'lyapti bugungi uyimiz? Samkoch hududidan bo'lyapti. Novostroyka 7 qavatli domni 5-etajdan. Orientir nima bu yerga? Bu yerda orientir Sakjanamet kolleji ham yaqin. Family Raddom, Park ham yaqin. 4-raddom. 4-raddom yaqin. Jasmin restorani, Xuddi shunaqa. Isuzu zavodi. Xuddi shunaqa. Maktab, Ayniqsa bog'cha. Isuzu unaqasi zavodi juda ham yaqin bu yerga. Suv, gaz, svet. Suv, gaz, svetdan hozir problema yo'q. Chunki o'zingiz bilasiz, уже Samarqand shahrida bu muammolar asta-sekinlik bilan yechilib kelyapti. Zo'r. Bu hududda ham bu suv, svet, Kadastrimiz bormi? Kadastr mavjud. Narxi necha pul ekan? Narxi eng qiziq joyi qolib ketdi-ku. $57,000 so'ralayotgan narx. Bu studiya variant uchun, tim bo'lmay mana shunaqa pachka yangi uy uchun ajoyib narx. Kelishiladi, ha? Ozroq savdosi bor. Uncha ko'p emas, ozgina savdosi bor. Qiziqqanlar nima qilsam? Pastdagi raqamlarga telefon qiling, fikringizni izohlarda qoldiring. Menga o'xshagan egoistlar bo'lsa, ko'proq bu videoni tanishlaringizga jo'nating. Egoist tanishlaringizga ayniqsa. Albatta bu hazil, o'shaning uchun bizni kuzatishda davom eting. Layklar esdan chiqmasin.